Aynen yaxshi bor. Faqat iltimos sizdan hech qaysi qizga eshikni ochmang. Bir haftada kelaman. Voy nimaga? Agar meni kelajagimni o'ylasangiz, ada iltimos sizdan eshikni ochmang. Hech qaysi qizga. Voy qo'qotni Tushuntirib beraman, o'zim Voy voy. Bo'ldi, aka, bo'pti. Hech qaysi qizga eshikni ochmang. Kim u? Assalomu alaykum. Mo'min akam chaqirib yuboring. Voy unaqa odam turmaydi bu yerda. Ko'chib ketgan. Qanaqasiga kechagina shu yerga o'zim tashlab ketdim-ku? Men sizga keting dedim, bunaqa odam turmaydi. Hozirchi itimni qo'yib yuboraman lekin, boru. It? Qanaqa it? Kim u? I've been loving. Mo'min aka bormilar? Mama. Kuldirmayam aka, o'g'lingiz kerak. Men bolam yo'q, hech kimim yo'q. Men bo'ydoqman. Men shu uy pullarim kimga qolib ketar ekan? O'shanga nima deysiz? Agar Mo'min aka bir hafta ichida kelmasalar, tegishli joylarga ariza beraman. Qanaqa ariz? Voy kimga nima qilgan o'zi? Voy tat. Hali kelsin bu bola, yirtaman men buni. Kim u? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chet eldagi o'g'lingiz sizga sovg'alar yuborgandi. Sovg'a chet eldan yubordimi? Yo'q, chet eldan emas, egasi ilovasidan. Egasi platforma qanaqa u? Nima u? Egasi ilovasi O'zbekistonning milliy ilovasi bo'lib, unda siz e'lonlaringizni mutlaqo bepulga joylab sotishingiz mumkin. Bizda mashina, uy-joy, texnika va boshqa narsalarni sotishingiz hamda sotib olishingiz mumkin. Bu yaxshi, ani mashinam eskirib qolgandi. Uni ham sotsam bo'ladimi? Albatta. Uyga ham rasmini qo'yib sotib olsam bo'ladi. Hattoki videosini ham joylashingiz mumkin. Voy, yaxshi zo'r platforma ekan. Rahmat. Yaxshi, eshikni ochsangiz sovg'alarni sizga topshirib ketardim. Rahmat, mana ochaman. Ko'p yashang. O'g'lim kelsin, ko'rsatib qo'yaman men unga. Shunday kirib oldi. Cho'qib bering, odajon. Qo'ying, kelin qo'ying. Ha, hozir qo'yaman. Yo'q, shu ishlaringizni qo'ying, shu tirikligingizni unga qilasiz.